Nafaqat ajrashgan insonni biznesi o'xshaydi, alami ko'p insonni biznesi o'xshaydi. Sizni qanotingiz bo'ladi. Qanotingizni qayrishadi, qiyishadi, aybdor hisini berishadi. Ajrashdingiz. Hozir baxtlimisiz? Eng yomon tuyg'u aybdorlik hissi. Qaynonangizda ham voy men Westminsterda dars beryapman, men islomiy kelin bo'la olmayapman deysiz. Ota-onangiz oldiga kelib ularning ko'ziga qarab, qanaqa qilib yana pul so'rayman deysiz. Ikkita uchta ajrimlar bo'lgan. Uchalamiz ham ikkinchi turmushimizda yashaymiz. Birinchi 3 farzand. Meni ham rivojlanishimga ruxsat berishmagan qaynotam. Erim ham katta pul topmagan. Men tinmay ota-onamdan pul so'rashim kerak bo'lgan. Shaxsiy brend bu 6 oylik, 2 oylik ish emas. Shaxsiy brend bu bir umrlik o'zingning tarixingni qoldiryapsan. 3 farzandning onasi bo'lib 32 yoshga chiqib to'xta deganman. Qachon tugaydi bu narsa? Ertaga ota-onang o'lib qolsa nima qilasan degan. Ustoz ekspertlarga ham shunaqa bo'ladi. "Voy, u yoqqa bormanglar, yo'q, ajrashmanglar, ajrashgan bunaqa ekan. To'xtanglar, ajrashib ketasizlar bo'lmasa ishlayman" desam, qaynonam "Meni o'g'limni dayus qilmang" degan. Assalomu alaykum. Foydali suhbat podkastini tomoshabinlari. Bugun sizni yangi mehmonimiz bilan tanishtirishdan bag'oyat xursandman. Bu podkastni albatta oxirigacha ko'ring, chunki siz uchun juda zo'r sovg'alarimiz ham bo'ladi. Lekin undan oldin bu podkastimizni sizga maksimal darajada foyda keltirishni maqsad qo'yib boshlayapmiz. Bugungi podkastimizni mehmoni marketing qirolichasi Alima Aybekova, 2 xalqaro diplom egasi, undan tashqari sotuvlar bo'yicha, menimcha O'zbekiston bo'yicha eng главный ekspert, business lady, 10 mingdan oshiq ayollarni marketing bo'yicha bilim berib kelayotgan ekspert, 3 farzand onasi Alimaxon. Rahmat taklif uchun. Men bag'oyat xursandman bu yerda bo'lishga. Alimaxon, qarang, mana shuncha odam sizni hozirgi tanishtirganimdek biladi-da. No, aslida haqiqiy Alima o'zi qanaqa aslida? Haqiqiy Alima? Haqiqiy Alima Instagramda ko'rgandan ko'ra bosuvroq, Instagramda ko'rgandan ko'ra jiddiyroq, o'zi yolg'iz qolishni xohlaydigan, ko'p o'qiydigan, ko'p izlanadigan inson. Jismiga mos. Da, Instagramda juda ham sho'x, shaddod, risk oladigan, sportivniy qizni ko'rishadi. Imijim shunaqa. O'zi Instagramdagi siz hayotimda o'zim xayollarimda yuradigan, o'zi bitta o'zi o'tiradigan, yolg'izlikni yaxshi ko'radigan, kitob o'qiydigan, kurslarda o'qiydigan, juda ham ko'p o'zi bilan o'zi suhbat olib boradigan insonman. Buni Instagram ko'rmaydi. Haqiqatdan ham Instagram obrazingiz bilan hayotdagi Alima, men o'zim shuncha paytdan beri sizni taniyman va shu gapingizni подтверждать qilishim mumkin. Haqiqatdan ham shunaqa. Hayotda siz umuman boshqa odamsiz. Instagramda menimcha bir obraz yaratilgan va o'sha obrazga rioya qilinadi. Yo'q, Instagramda haqiqatda o'zimni kayfiyatimni ko'tarish uchun chiqaman. Instagramga bu dunyoga nima bersang, o'sha keladi deydi. Instagramni kulib shaddod chiqsam, nastroyem ko'tariladi o'zim. U birinchi o'rinda Instagram men terapevtimda, shaddod bo'lib chiqaman, o'zi xuddi shu energiya qaytib keladi o'zimga. O'ziga ishonch, o'ziga bo'lgan hayotga bo'lgan mehr, quvonch hammasini ko'rsataman, Instagramga boshlab beraman, keyin o'sha menga qaytib keladi. O'zim terapevtim deyman Instagramga. Anaqa podkastimizni srazu boshlanib ketib qoldi, lekin podkastimizni boshlashdan oldin Alima, meni taklifim bor sizga. Shu podkastni oxirigacha ko'rgan zritellarimizga kommentariyda bir qanaqadir konkurs e'lon qilaylikki, qanaqadir sovg'a beraylik. Nima deysiz shunga? Men roziman. Men marketing qirolichasi degan kitobim bor. Uni juda ham ko'p ayollarga yoqdi. Bu yili taqdimotini qildik. O'sha kitobimdan sovg'a qilmoqchiman. Men Bodrumda o'qidim shu kitobingizni. Yo'q, o'qidingizmi? Ha, Bodrumda. Yoqdimi? Dam olayotganimda, juda yoqdi. Xursandman. Sen xursandman. Bu kitobimni eng bugungi podkastdan olgan insightini yozgan qizlarni birini tanlab o'sha kitobni beramiz. Yana bitta sovg'am bor, marketing qirolichasi kursim bor. Xudo xolisa hozir sotuvlar ochilgan. Unga marketing qirolichasi kursimni kimga bermoqchiman? Meni umuman bilmagan qirralarim qaysi tarafini bu podkastdan ochdi o'ziga. Qaysi Alimani kashf etdi. Va shu narsani kommentariyda yozib qoldirish kerak. Yozib qoldirish kerak. Xullas o'rtoqlar,
podkastni oxirigacha ko'ring va ko'rib bo'lganinglardan keyin kommentariyda Alimani qaysi qirralarini o'zingizga yengillik qilib ochdinglar. Yangi Alimani qaysi tarafini sizlar uchun yengillik bo'ldi, to'g'rimi? Da. Shu haqida kommentariy yozasizlar hamda shu podkastdan olgan insaytinglar haqida kommentariy yozasizlar va bu kommentariylarni Alima bilan birgalikda biz ko'rib chiqib, eng zo'rini tanlab shunaqa sovg'alar beramiz. To'g'rimi? Da, to'g'ri. To'g'ri. Alima, menga bilasizmi? Hozirgi kunda to'g'risini aytsam, yaqinda bir fikrni eshitib qoldim. Bu fikr to'g'risi ozgina menda ichimda negativ emotsiyani chaqirdi. Nima fikr edi? Bu fikrda aytilishicha, ayol kishi biznes sohasida cho'qqiga erishish uchun обязательно ajrashish kerak. Обязательно erkak tomonidan предательствоga uchrash kerak, razvoddan o'tish kerak. O'shandan keyingina ayol kishi qanaqadir bir o'zini sohasida cho'qqiga erisha oladi degan fikrni eshitdim. Men lично o'zim bu fikrga qo'shilmayman, chunki oilasini ham, biznesini ham har taraflama mukammal bo'lib eplab kelayotgan ayollar ham ko'p. Lekin qanaqadir bir qismi to'g'ri ham deb hisoblayman. Chunki haqiqatda ham mana shu razvoddan keyin ko'pchilik ayollar o'zida qanaqadir kuch topib, haqiqatda ham zo'r cho'qqilarga erishib kelishyapti. Shu fikrga siz qanaqa qaraysiz? O'zingizni fikringizni bildiring. Ajoyib savol. Bu juda ham ko'p menga berishadi. Inson zoti har taraflama rivojlanishi kerak. Ham o'zining karyerasida, ham ayol sifatida, sog'lig'i tarafdan, ijtimoiy darajasi. Endi biznesga kirgandan keyin tabiiyki ayollarni erkaklik gormoni oshib ketadi. Chunki siz biznesda qattim qo'l bo'lishingiz kerak. Biznesda siz yo'q degan savolga ko'p uchraysiz. Biznesda stress bor. Shuning uchun sizda juda ham katta stresslar bo'lganligi uchun sizda erkaklik gormoni oshib ketadi. Keyin birortasi yo'q degan javobni qabul qila olmaganingizdan keyin tabiiyki turmush o'rtog'ingiz bilan ham chiqish olmasligingiz mumkin. Ammo lekin men xuddi shu narsani bilganligim uchun men o'zim o'quvchilarimga nima deyman? Birinchi o'rinda senda uyga kelganingdan keyin ayolliging esingdan chiqmasin deyman. Misol uchun menda hayotda nimani tushundim? Balans bo'lgani yaxshi ekan. Ham ishda, ham oilada, karyerada, blogingda. Men masalan hozir bir oy blogimdan почти dam oldim. Umraga borib kelgandan keyin oldingidagi emotsiyalar bilan reels ola olmayapman, olgim ham kelmayapti. Menda garmoniya. Shuni tushundimki, har bitta narsadan ozgincha dam olib turish kerak ekan va har bir narsada o'ziga yarasha balans bo'lish kerak ekan. Endi ko'p ayollar nimaga uchraydi? Biznesni boshlab olgandan keyin, qarzga biznes boshlagan ularda stress bo'ladi. Stress bo'lgandan keyin turmush o'rtog'iga ahamiyat bera olmay qoladi. Bolalarga ahamiyat bera olmay qoladi. Keyin hamma e'tibor energiyasi biznesga ketib qoladi. Tabiiyki, u yerda turmushidan ayrilib qolishi mumkin. Endi ikkinchi toifadagi ayollar bor, oilasi bor, turmush o'rtog'ining puliga biznes ochib qo'ygan, uni chiqimi yo'q, o'tiradi komfort zonasida. Arendasini turmush o'rtog'i to'laydi, mollariga turmush o'rtog'i, SMMga turmush o'rtog'i. Ular tikib qo'ygan pulini chiqarishi shart emas. Ular o'tiradi, biznesini yurg'izmaydi. Lish band bo'lsa, uyda o'tirmasa. Uyda o'tirmasa, hobbidagi. Endi bu ayolni endi savol berishadiki, nimaga bu ayolni biznes yurishmayapti desa, aytishadiki, ha, ajrashsa kelgan yurishadi. Yo'q, u prosta mas'uliyatni his qilmagan. Turmush o'rtog'im arendani to'lab qo'yadi, turmush o'rtog'im SMMga o'zi pul berib yuboradi deydi. Biznesga kirgandan keyin sal mas'uliyatni his qilsa, shundagina u yerda pul topishni boshlaydi. Uchinchi toifadagi ayollar bor, ular biznesini rivojlantiraman deb shaxsiy rivojlanish juda ham kuchayib ketadi. Time management deysizmi, tillar deysizmi, blogerstvada deysizmi, odamlar bilan kelish, ularning shu darajada ko'nikmalari oshib, shaxsiy rivojlanib ketadi, turmush o'rtog'i bilan ikki xil tilda gapirishni boshlaydi. Turmush o'rtog'i o'smaydi, ayol kishi o'sib ketadi. Bu hodisada ham ayol kishi o'zi ajrashishga majbur bo'ladi. Endi ideal holat men uchun qanaqa? Ideal holatda birinchi o'rinda biznesni hobbidagi emas, biznesga qarash kerak. Ikkinchi holat, turmush o'rtog'ingiz bilan, oilangiz bilan biznesni aralashtirib bormang. Ya'ni men har doim o'quvchilarimga aytaman, o'zingizni bossli kostyumingizni, jaketingizni ishxonangizda qoldirib, turmush o'rtog'ingiz oldiga kelib, nima, yo'q, shunaqa ekanmi deb o'tiring deyman. Turmush o'rtog'ingiz bab erkak kishi o'zini giroydek his qilgisi keladi. Yordam bering, bu nima deb savol beravering deyman. Har doim biznes boshlagandan keyin ayollarda turmush o'rtog'i qizg'onadi.
biznesga ko'p energiyasi ketayotgan. Men o'zim o'quvchilarimga nima deyman? Tinch biznes qilmoqchimisan? Xuddi 3 mahal ovqatlanganda turmush o'rtog'ingga 3 mahal kompliment aytasan. Siz har kuni uyingizda va oilangizda kimyoviy zararli moddalardan foydalanyapsiz. Bundan xabaringiz bormidi? Hozir sizga Greenleaf bilan buni qanday o'zgartirishni ko'rsataman. Bu yerda barchasi bor: ekologik toza mahsulotlar, parvarish mahsulotlari, bolalar uchun pamperslar va hojatxona qog'ozlari ham. Hammasi tabiiy va xavfsiz. Oilangizga xavfsiz va tabiiy mahsulot izlayapsizmi? Unda Greenleaf aynan siz uchun. Men uchun eng muhimi sifat va xavfsizlik. Shuning uchun men Greenleafni tanlayman. Agar siz ekologik toza Greenleaf mahsulotini 50% chegirma bilan olishni xohlasangiz, ushbu video tagidagi havola orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Rahmat aytasan, kompliment. Shundagina seni biznesingdan qizg'onmaydi deyman. Endi ajrashganda birinchi o'rinda nafaqat ajrashgan insonni biznesi o'xshaydi, alami ko'p insonni biznesi o'xshaydi. Mani oldimga keladi turmush o'rtog'idan ajralgan yoki turmushidan ajragan yoki yaqinda ota-onasi o'tib qolgan ayollarning ichida rosa dardi ko'p bo'ladi, u negativini chiqazmagan bo'ladi. Shunda ishiga sarflaydi, zo'r rivojlanib ketadi. Endi ajrimda ko'rsatib qo'yaman emas, balki kimni ko'p dardi og'rig'i bo'lsa, uni biznes orqali chiqazaveradi. Endi zo'r biznesi rivojlangan ayollarni ham ko'pini ahamiyat beraman. Ular uydagi yolg'izlikdan, uydagi turmush o'rtog'ini munosabatidan ishiga qochishadi. Bu hodisalar ham bor. Endi har bitta insonda sharoit har xil, lekin faqat ajrashgan ayolda biznes o'xshaydi degan o'yga men umuman qo'shilmayman. Chunki ayol kishi energiyani erkak kishidan oladi. Erkak kishi motivatsiya berish mumkin. 2-3 yil biznesi gurkiraydi erkak kishisiz, lekin ayol kishi keyin o'zini yolg'iz his qiladi. Jamiyatdan, boshqalardan bir aybdorligim bormi, nimaga meni turmush o'rtog'im yo'q deydi. Keyin u depressiyaga olib ketishi mumkin, yokida pul tariqasida ketib qoladi, oldidan katta pul, yokida sog'lig'i ketib qoladi. Shuning uchun har bitta ajrashgan ayolga turmushga chiqishni men tavsiya qilaman, chunki baribir hozir katta pul topayotgan bo'lsangiz ham ertaga yoki sog'lig'ingizdan yoki pulingizdan yoki energiyangizdan yoki emotsional holatingizdan minusga uchrashingiz mumkin. Bu faqat yolg'iz ayollarda katta pul bo'ladi degan o'y umuman yolg'onchi o'y. Ba'zi bir ayollar biznes boshlab majbur bo'ladi. Yokida ajragandan keyin majbur bo'ladi biznes qilishga. Men har taraflama rivojlanishi tarafdoriman har bir ayolning. To'g'ri. Lekin baribir ham biznes ochgandan keyin xuddi bolangizga qaragandek qaraysiz. Ancha ko'proq bolangizdan ko'ra ko'proq biznesga energiyangiz ketadi. Hamma ham shu narsani balansini ushonmaydi baribir ham. To'g'ri. Даже mana bu yil 2024-yilda Valberis основательницasi ham 5 ta farzandi bilan turmush o'rtog'i bilan ajrashib ketdilar. Nima sababdan ekan biz bilmaymiz bu narsani. Menimcha inson zoti o'sha biznesini yo'lga qo'yib oldi. Biznesini yo'lga qo'yayotgan u turmush o'rtog'i rosa ham qulay bo'lgan. Endi boshqa biznesidan menimcha anaqa ko'rmagan, o'sha adrenalin o'sha shaxsiy hayotiga o'tgandan keyin u yerdagi muammolarni ko'rishni boshlagan menimcha. Oldin uncha ahamiyat bermasdan menimcha biznesiga ham bergan ayol. Sizdan oldingi podkastimda meni mehmonim psixolog, psixosomatolog Igor Kim degan odam bo'ldilar. Va ular bir fikrni bildirdilar. Hozirgi 21-asrda oldingi zamondagi bir marta 18 yoshingda erga tegding, bo'ldi umring oxirigacha shu inson bilan yashaysan degan narsa orqada qolib ketadi deb aytdilar. Chunki shunaqa darajada razvitiya tez ketyapti hozirgi kunda, ayollarni ham, erkaklarni ham. Mana hozir siz shu fikrni ham aytib o'tdingiz, men shu fikringizga qo'shilaman. Ayol kishi rivojlanib ketyapti, erkak qolib ketyapti. Bularni dunyo qarashi, qiziqishlari, xohishlari umuman har xil bo'lib qolyapti va shunda ular prosta yo'li ikkiga bo'linib ketyapti, hamma o'zining hayoti bilan yashashni boshlayapti. Kimdir ajrashyapti, kimdir oilani ichida shunaqa yashayapti. Ham qo'shni bo'lib, hamma o'zi bilan o'zi ovora er-xotin. Lekin o'sha Igor Kim aytishi bo'yicha har bitta odam 21-asrda yashayotgan odam, ayol kishi особенно уже mana shu bizning qizlarimiz masalanda shu narsani o'ylangki, что bitta erkak bilan bitta turmush bo'lmaydi hech kimda. Hammasi yoshligidagi davrida bir sevgi muhabbat orqali turmush quradi, keyin o'sdi rivojlandi, erkak kishi o'zgardi, ayol kishi o'zgardi, tarqashda boshqa turmush o'rtog'ini topadimi, nima deydi, turmush quradi va umri
taxminan umri davomida kamida 2 marta turmush quradi. Keyingi pokoleniyalarimiz deb aytdilar-da. Shunga bir to'g'risini aytsam ozgina hayron qoldim. Chunki bizani milliy o'zbek urf-odatlarimizga umuman to'g'ri kelmaydigan narsa. Lekin hozir bundoq aylanib qarasangiz atrofingizga действительно ajrimlar juda ko'p. Nimaga? Chunki 2-3 yil, 5-6 yil yashashyapti, xarakteri to'g'ri kelmayapti, dunyoqarashi har xil bo'lyapti, sekingina ajrashib ketishyapti. Вот, shu fikrga sizni fikringiz nima deb o'ylaysiz? Mana siz o'zingiz 3 ta farzandingiz bilan endi odamni ham shunaqa duxi bo'lishi kerak-da, to'g'risini aytsam, 3 ta farzand olib ajrashish. Ayol kishini uncha-munchasi bu narsani qila olmaydi va shuning uchun ham oilani ichida stradать qilib yashab kelayotgan ayollar juda ko'p. Chunki ularni bo'ldi, men shu yerda nuqta qo'yaman, o'zim yashayman, o'zim eplayman, o'zim qilaman degan kuchi yo'q. Siz qayerdan shu kuchni oldingiz, Alima? Qanaqa qilib qildingiz? Qanaqa bir решиться qildingiz shu narsaga? Qanaqa qadam qo'ydingiz? Savol juda ham ajoyib. O'zi bizni oilada bitta emas, 2-3 ta ajrimlar bo'lgan. Uchalamiz ham ikkinchi turmushimizda yashaymiz. Birinchi 3 ta farzand. Mahal turmushman, xudo xolasa. Endi nima demoqchiman sizga? Bu yerda nima muammo bo'lgan? Bizni amerikanskiy maktabga berishgan. Andijonda diniy bilim. Amerikanskiy maktabda ingliz tilida bilim olasan, hamma yoq qo'lingdan keladi, davay karyera qil, to'xtama. Diniy bilimda xo'jayinning aytganini qilishing kerak. Endi men turmush o'rtog'im tanlayotganimda ikkita yo'li bor edi. Siz o'zingiz tanlaganmisiz? O'zim Sizga tanlaganman. tanlab berishganmi? Endi 5 ta kandidatni berib, orasidan tanla degan. Unda menda ichadigan, chekadigan yoki karyerasi zo'r Angliyalarda, Amerikalarda ishlagan odam bor edi. Yokida ichmaydigan, chekmaydigan andijonlik bola edi. Men ichmaydigan, chekmaydigan namoz o'qiyotganni tanlaganman. Hozir sekin din bilan 10 yil avval, 15 yil avval bunaqa emasdi. Ikki klassifikatsiya ikki tarafga edi-da. Zamonaviy rivojlangan bor, yokida faqat namoz o'qigan bor. Faqat namoz o'qigan insonni tanladim. Normalniy yashadi. U yerda endi oilalarni dunyo qarashimizga to'g'ri kelmadi. Chunki barman amerikanskiy tarbiya, karyera bor edi hayolimda. Menda ham nima deyiladi? Домашний nima deyiladi? Nasiliya bo'lganmi? Ha, bo'lgan. Buni ko'p joyda aytmaganman. Amerikada yashaganimizda bo'lgan. Endi eng menga noto'g'ri tushmagani, meni ham rivojlanishimga ruxsat berishmagan qaynotam. Erim ham katta pul topmagan. Men tinmay ota-onamdan pul so'rashim kerak bo'lgan. Men 32 yoshgacha 3 ta farzandli bo'ldim. Ota-onamdan, akamdan pul so'rab charchaganman. Ammo yaxshi oilada o'sganman. Bitta Instagramga chiqsam, ishlayman desam, qaynonam meni o'g'limni dayus qilmang degan. Xo'p, sizlarda ham sharoitlar bor, bir narsa ish qilishimiz kerak, biz 3 ta bolani boqishimiz kerak desam, bilmadim, endi biz borimiz shu ota-onangiz yordam bersin. Menda 32 yoshgacha, 20 yoshda turmushga chiqqan bo'lsam, 12 yil bolam maktabini to'lab bering, chet elga borgim kelyapti deb pul bering, aka turmush o'rtog'im ishini to'g'irlab bering deb ota-onam oldiga kelsam ham bo'ynim qisilardi. Qaynonam oldiga borsam ham bo'ynim qisilardi. Chunki men u yerda o'zbekcha kelinmasin. Eng yomon tuyg'u aybdorlik hissi. Qaynonangizda ham men Westminster dars beryapman, men islomiy kelin bo'la olmayapman deysiz. Ota-onangiz oldiga kelib, ularning ko'ziga qarab, qanaqa qilib yana pul so'rayman deysiz. Bunaqa 12 yil yashadim. 32 yoshimda karyera qildim. Men karyera qanaqa endi magistraturaman Amerikada qilib keldim. Ota-onam yordam berib charchashdi. Men o'rtada sarson bo'lishga charchadim. 3 ta bolani o'sh ko'rgim. Oxiri iltimos menga ruxsat bering ishlagani. Yuzimni ko'rsatay, karyera qilay desam, yo'q dedilar. Ikkigan buni orasida juda ko'p xiyonatlar bo'lgan, chunki bizning dunyo qarashimiz boshqa bo'lgan. Menda ham xato o'tgan, u insonda ham xato o'tgan. Oxiri keyin ko'plab xiyonatlardan keyin ham oilani boqishim kerak ekan, bu ikkinchi oilani boqishim kerak ekan deb charchab ketganman. Men qo'limdan ish keladi. Men ikki tarafga xunuk bo'lgim yo'q. Qaynonam ham aybimni topadi, ota-onam oldiga kelsam ham yana pul so'rayapsanmi deyishadi deganda, bo'ldi deb tochka qo'yganman. Ya'ni ayol kishi qachon tochka qo'ymaydi, erkak kishidan yokida emotsionalniy поддержка bo'lsa, yokida tushgan oilasi qizidek qabul qilsa.
yokida moliyaviy muammosi bo'lmasa ayol kishi ketishi qiyin. Menda nafsoniyatimga tekkandir, liderligim bordir. Yana pul so'rab keldingmi degan, balkim yaqinlarim uni niyat etmagandir. Lekin akam dadamlarning oldidan yana pul so'rashga xijolat bo'lganman. Juda ham qiyin ahvol bu. Ham ishlatishmaydi, ham pul ham berishmaydi. Ham boqishmaydi, ham ishlatishmaydi, ham возможность berishmaydi. Ham imkoniyat bermaydi. Har kuni, har hafta borsam, lekin yaxshi oilada, yaxshi sharoitda o'sgan qizni kelin qilishni xohlashadi. Instagramga rasm qo'yibsan deb telefonim sindiriladi, urishiladi, hamma muammo bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz aytganini qilmayapsiz deb har kuni nasihatlar, urushlar bo'ladi oilada. Bu yoqqa kelsam yana pul so'rab keldingmi deyiladi. 3 ta farzandning onasi bo'lib 32 yoshga chiqib to'xta deganman. Qachon tugaydi bu narsa? Ertaga ota-onang o'lib qolsa nima qilasan deganman. Turmush o'rtog'ing bunaqa bo'lsa nima qila olasan? Bu yerda o'zbek ayollari, masalan, men bu qizni, men bu temani, nasiliyani qancha bir oydan beri chidama deyishyapti. Alima, siz nimaga indamayapsiz? Siz nimaga reels qo'ymayapsiz? Bu meni odamga yiqilsa qashqa bo'ladi. Unda qilsangiz qoniydi. Yaranimda ochsangiz tegida qon oqadi. Agarda men bu qizni 100% tushundim, turmush o'rtog'ingiz aytganini qilishingiz kerak deydi. Turmush o'rtog'ingiz tipa sizni qirg'ayotgan bo'ladi, sizni orzularingiz bo'ladi, karyera qilgingiz keladi, dinda, islomda, oilani bahona qilib sizni rivojlantirishmaydi. Sizni qanotingiz bo'ladi. Qanotingizni qayrishadi, qiyishadi, aybdor hissini berishadi ikki tarafdan, 10 tarafdan. Qizim baribir ering chida deysiz. O'tirasiz, men bunaqa qilib, voy, men TISda o'qigan qizman. Men xalqaro universitetlarda bitirgan qizman. Bemalol pul topishimga ishonaman. Iltimos, ruxsat beringlar desiz, ruxsat berishmaydi. Siz boshqalardan pul tilab, pul so'rab o'tirishingiz kerak. Siz atrofingiz shunaqa insonlar bilan katta bo'lgansiz, ular yaxshi mashinalarda yurishadi, yaxshi hayotda yurishadi. Aslida men qachon men qachon biznesim rivojlanadi? Men bolalarimga qanaqa maktabda o'qitaman degan savol ichingiz yeb tashlaydi, chunki sizni suyanchingiz yo'q. Ko'pchilik aytadi, Alima, Instagramda tepib chiqib, dodlab chiqasan dedi. Men 15 yil bloger bo'lishni niyat qilganman. 12 yil, 2010-yildan beri iltimos men bloger bo'lay deganman. 2012-yildan beri har yili telefonim singan, chunki sen bloger bo'lmaysan deb urush, baqirishlar ketgan. U qaynaqamga ham borgan, u yerdan ham gap eshitib kelganman. Shunaqa 12 yil yashagan bo'lsam, faqat shunaqa yashaganman. Конечно, achinarli holat, но menimcha siz giroysiz meni ko'z oldimda. Rahmat. Chunki 12 yil shuncha chidagan ekansiz. Bekorga hozir mana chidama degan anaqa chiqmayapti bizda, особенно kechagi Samarqanddagi voqeadan keyin juda ham achinarli holatda. Kimdir o'ziga kuch olib, duh olib boradi, ajrashib ketadi o'sha odam bilan. Kimdir o'sha kuch topa olmaganda oynadan o'ziga yo'l topadi. Bu juda ham achinarli. Meni ham masalan 4 ta qizim bor. Kechagi voqeadan keyin men to'g'risi juda ham o'ylanib qoldim. Qizlarimga ham har doim aytaman, umuman chidamalaring. Umuman sizlarni uyda onanglar bor. Har doim sizlarni qo'llab-quvvatlaydigan, yordam beradigan ota-onanglar bor. Nima bo'lgan taqdirda ham biz sizlarga shuncha mehr beryapmiz, shuncha kuch ishlatamiz, shuncha mablag'lar. Men bu o'qiyotgan maktablarga ham arzon maktab emas, bilasiz, bolalarimiz sinfdosh va shuncha vложение qilasiz farzandingizga, kimdir qanaqadir пренебрежительный yoki qanaqadir jovuzliklar o'tkazishadi, это ужасно, to'g'risi. Menimcha bizani onalarda ham, ota-onalarda ham gap ko'p. Agarda o'sha farzandingizga voy odamlar nima deydi, yo o'tir chidagin deyish o'rniga, qizim, seni orqangda ikkita qanoting, onang, otang bor. Nima bo'lgan taqdirda ham o'zingni xafa qildirmagin, biz senga yordam beramiz, qo'llab-quvvatlaymiz deydigan ota-ona bo'lish menimcha to'g'riroq. To'g'ri. Chunki kimdan yordam so'rasin o'sha qiz? Begona uyga borib, o'tdan o'zi o'tda moslasha olmayapti masalanda, o'tga o'zi qovushib ketish ham begona oilaga o'zingiz o'ylang, qanaqa oson emas narsa. Yana shuncha, как сказать, отношениялар mana bunaqa nesправедливый, да, moralniy, materialniy tomondan ezilishlar.
bu hozir mani gapim, конечно, qizlarga bo'ldi sal bundoq tegib qo'ysa yoki sal xafa qilib qo'ysa yugurib ketish kerak deganim emas, конечно же. Но o'zini личный границасini bilishi kerak. Albatta. O'zini xarakteridan kelib chiqqan holatda, конечно, qizlarimiz ham o'sha kelayotgan oilasida hurmatli, e'tiborli bo'lish uchun o'sha qaynona qaynotasiga ham shunaqa hurmat, e'tibor berish kerak. Birinchi avvalambor-da, o'zidan chiqish kerak. Qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Baribir shuni ham o'rgatishimiz kerak. No, bu shunchalik tonki gran bilmay qolasizda, qaysi momentda sizni главный поддержканgiz bo'lishi kerak. O'sha paytda mana shu bolangizga turib berishingiz kerakki, чтобы ertaga 8-etaj oynasidan yo'l qidirmaslik uchun o'zini hayotida. Это очень плачевно, честно, Да. немножечко. Ладно, давайте более позитивныйroq narsalarga o'taylik. Alima, mana siz o'z hayotingizdan bir nima deydi, og'riqli damlaringizni gapirib o'tdingiz va asosan shu yerda nima bo'ldi? Erkak kishi sizni umuman materialniy поддержка qilmagan, ota-onangizdan полностью зависеть qilgansiz materialniy tomondan. Ajrashdingiz. Hozir baxtlimisiz? Hozir o'zimni maqsadimni yo'limda yuribman. Hozir ha, baxtliman. Baxtlisiz. Baxtni qidirish kerak emas, prosta o'zingizni hayotingizni missiyangizni, o'zingizni maqsadingizni bilib olsangiz bo'ldi. Baxt bu o'zingizni maqsadingizga qarab qadam bosish deb bilaman. Maqsadingiz turmushga chiqish mumkin, bo'lishi mumkin, maqsadingiz pul topish mumkin, maqsadingiz shaxsiy rivojlanish bo'lishi mumkin. Baxt bu maqsad sari bo'lgan yo'l men uchun. Maqsad sari maqsadingiz bormi, siz baxtlisiz men uchun. Maqsad sari yo'l qo'yishga ruxsat tegmayaptimi yokida iloj qila olmayapsizmi, bu baxtsizlik. Har kun masalan ozish sizni maqsadingiz va siz misol uchun sportga ketyapsiz. Bu ham baxt. Pul topish sizni maqsadingiz, ishga qarab ketyapsiz. Bu ham baxt. Turmush qurmoqchisiz, svidaniyaga ketyapsiz. Bu ham baxt. Men uchun yoki bolalaringizni yaxshi tarbiyalamoqchisiz, o'tirib birga nonushta qilib, ujin qilib, ular bilan suhbat olib boryapsiz. Bu ham baxt men uchun. Endi pul baxt keltiradimi? Yo'q. Baxt o'zi pulga chaqsa bo'ladimi? Baxtning narxi qancha? Yo'q, pul men uchun yo'q. Va baxt bu sog'lig'ingiz va baxt bu sizga поддержка berib, sizni tushungan inson. Baxt va men uchun baxt maqsad sari qadam qo'ya olishlik. Men uchun shu baxt. Super. Hozirgi kunda sizni ota-onangiz sizdan faxrlanishadimi? Ha, faxrlanishadi. Shu qilgan, erishgan hamma natijalaringiz. Oyim bir ba'zida qaraydida, keyin shu qizimmi deydi. Hech kim, hamma adam uchun oddiy narsa, oyim uchun wow deydi oyim. Oyim wow desa, men o'zim faxrlanib ketaman. Alima Aybekovna bo'lganda birinchi o'rinda Alima Aybekovna deb chaqirgan oyim. Hozir voy bir oydan beri Instagram nima tеневой banda g'alati bo'lyapti. Men reels qo'ygim kelmayapti, reels olgim kelmayapti deb o'ylanib o'tirgan vaqtimda, xafa ham bo'lmay o'ylanib o'tirgan vaqtimda oyim kelib, Alima Aybekovna deydi. Yana tetiltirib qo'yadi. Sen Alimasan deb. Alima Aybekovna deb. Birinchi bo'lib oyim aytgan, hozir ham nasriyim yo'q, o'zimga ishonchim pastligida oyim Alima Aybekovna deb chaqiradi degan. Sen Alima din to'xta uyg'on deyman. O'zi endi mana shu sohaga yo'l qadam qo'yayotganingizda ota-onangiz sizni qo'llab-quvvatlashganmi? Qanaqa qilib yordam berishgan ular sizga? Da, men ota-onam hech qachon bir narsaga yo'q demagan. Esimda 18 yoshimda pravaga o'qimoqchiman desam, davay o'qi, bir oyda o'qib bitirsang, mashina beraman degan adam. Amerikaga borib o'qimoqchiman desam, davay. Andijonda turib Toshkentda o'qimoqchiman xalqaro maktab desam, davay. Qachonki bu bilimga va rivojlanishga, sportga doir bo'lsa, ha deyishgan. Kiyimga yoki gadjetlarga ham unchalik emas u. No, maktabda qimmatroq bo'lsa, universitet qimmatroq bo'lsa, mashina minish bo'lsa, o'rganish bo'lsa, sport bo'lsa, yaxshilanib o'zingizga challenge qo'ysangiz, uni erisha olamanmi deb. Ya'ni unga erishish mendan ham harakatni talab qilsa, davay, qila olasanmi? Amerikaga ketmoqchiman, davay. Biznes qilmoqchiman, qilib ko'r. Bitta maqsad qo'yib, irodamni kuchaytirishga, u ishga harakat, mehnat bo'lsa va men o'ssam o'sha ishdan har doim moddiy podдержка bo'lgan. U mashina minishni o'rganishmi, ozishmi,
oz 15 yoshimda rosa semirib ketganman. Ozayotganimda oyim sog'lig'ingga deganda adam mayli irodasi shakllanyapti, tinch qo'yib qo'y degan. Qayerda rivojlanish bo'lsa u yerda menga ha deyishgan. Siz zamonaviy o'zbek ayolisiz. Oila va biznesni balansini ushlay olmayapsizmi? Yoki moliyaviy erkinlikni orzu qilyapsizmi? Balkim shaxsiy brendingizni rivojlantirmoqchisiz. Unda bu forum aynan siz uchun. Tasavvur qiling, Humo Arena. O'z o'sishini va o'zgarishini tanlagan 4000 ayol va siz shu ayollar qatoridasiz. Biz sizni talabingizni eshitdik va shuning uchun bu yil zamonaviy o'zbek ayoli davri forumining 2-mavsumi shu yerda 4000 ta ayol uchun Humo Arenada yana ham chiroyliroq, yana ham kattaroq va yana ham manfaatliroq qilib o'tkazamiz. Mahliyo Tojiyeva, Feruza Po'latova, Alima Aybekovna, Dilbar Usmanova, Umida Abdullayeva va Kamina men Lobar Jonova bu safargi forum ishtirokchilari va undan tashqari yana 3 ta sehrli mehmonimizni kutib qoladi. Forumga kelish kelmaslik haqida ikkilanyapsizmi? Unda o'tgan yilgi ishtirokchilarni fikrlarini eshiting. Bugun bilasizlarmi, juda ham ko'p insightlar olyapman. Inson hayotda ikkita narsaga vaqtini o'tkazish kerak, yoki pul topishga yoki bilim olishga. Shunda vaqtimni bekorga o'tkazdim deb o'ylamaydi hech qachon. Forum haqida o'z taassurotlarim bilan bo'lishmoqchiman. Lobar Jonova influencer o'z haqida, shaxsiy brend haqida ma'lumotlarni berib o'tdi. Форум сегодня прошел действительно и проходит до сих пор очень грандиозно, потому что собрать такое огромное количество людей в предновогодние праздники — это действительно огромный талант. И девочки, в первую очередь, наша любимая Лобар, вы молодцы. Joylar chegaralangan, shuning uchun hoziroq ro'yxatdan o'ting va chegirma narxidagi chiptalarni xarid qiling. Biz homiylar hamda partnyorlar bilan hamkorlik qilishga ochiqmiz. Agar sizning brendingiz O'zbekistondagi ayollar uchun eng yirik tadbirga qo'shilishni istasa, bu sizning imkoniyatingiz. Keling birgalikda minglab ayollarning hayotini o'zgartirishga hissa qo'shaylik. Bu haqida batafsil ma'lumot olish uchun mana shu video tagidagi havola orqali o'ting va bizning menejerimiz siz bilan bog'lanadi. Hayotingizda именно qaysi sohasida siz eng katta o'sishga erishdingiz? Eng katta o'sgan rostim o'zimni bildim. O'zimni minuslarimni, o'zimni kuchli taraflarimni, o'zim qo'limdan nima ish keladi, nima ish kelmaydi, atrofdagilar bilan qanaqa gaplashishim kerak. Odam zot o'sgan sari, yillar o'tgan sari o'zingizni yaxshi o'rganib olasiz. O'zingizni qancha yaxshi bilsangiz, shuncha to'g'ri qaror qabul qilasiz va bergan resurslardan, kuningizdan, energiyangizdan to'g'ri foydalana olasiz. Men eng katta boyligim bu tajribam. Tajribam asosida o'zim o'rgandim. Tajribangiz asosida o'zingizni o'rganib, shaxsiy brendingizni qurishni boshladingiz. U ham bor. O'zi hozir mana shu podkastni ko'rayotgan odamlar Alima Aybekova haqida в основном shu Instagramda bilishadi. Siz qanaqa ko'rsatsangiz o'shani bilishadi. Va marketing sohasida juda kuchli ekspertligingizni bilishadi. Lekin bu podkastda hamma bilgan narsani men ochishni xohlamayman. Именно mana shu foydali suhbat podkastida Alima Aybekova o'zlarini mana shu boshqacha qirralarni ochib ko'rsatib berishlarini xohlayman. Shunchaki onalik yo'nalishingizni sal ko'proq bir ochib bizga aytib bersangiz, farzandlaringizni qanday tarbiya qilasiz? Farzandlaringizni qanaqa motivirovать qilasiz? Ulardan o'zi nima kutyapsiz farzandlaringizdan kelajakda? Ona sifatida. Farzandlik zo'r farzandni onasi bo'lishlik uchun men uchun juda ham katta ishonch kerak. Ishonch 100% ishonchingiz komil bo'lishi kerakki, sizning farzandingiz ideal ravishda katta bo'lishiga. Bu ichimda juda ham katta ishonaman. Qizim doktorlikni ham eplaydi. O'g'lim hozirdan juda ham katta odamlarning podkastlarini ko'radi. Habib hali maktabga bormagan, hali o'qiydi. Ishonchim 100% komil. Ularga bir hayotdan ortda qoladigan yoki rivojlanmaydigan inson bo'lish xayolimga ham kelmaydi. Menimcha birinchi o'rinda ona juda katta ishonish kerak bolalariga. To'g'ri. U ishonch qachon keladi? O'zingizga bo'lgan ishonch bo'lsa. O'zingiz bir narsaga erishsangiz, borsa qon tortadi po-любому. Baribir ona bilan bolani kindigi hali ham bog'liq.
man qaysi tarafdan rivojlansam, man ozishga harakat qilsam, o'zidan o'z o'g'lim fitnessga borishni boshlaydi. Man aktivniy bo'lib Instagram olib borsam, qizim anaqa maktabida anaqalar qiladi, teatrlar uyushtiradi. Man hozir model bo'laman 35 yoshda desam, qizim modelni yurib beradi. Menimcha farzand bilan ona bilmadim qanaqa tilda gaplashadi, qanaqa yo'nalishda ular bog'liq. No, man hozir qancha ko'p o'zimni ehtiyot qilib, qancha rivojlangan sari shuncha ular rivojlanadi. Onani kuchi o'sha biz ko'rinmas kindigi bilan hali ham bog'liq bo'ladi onani farzandi bilan. Onani o'ziga bo'lgan ishonchini ko'rib, onani harakatini ko'rib, farzand o'ziga planka qo'yadi. Bo'lmaganda shunaqa bo'lishim kerak deb. Onani farzandlariga berish mumkin bo'lgan eng katta narsasi ularga ishonchi. Nimaga ularga ishonadi? Chunki o'ziga ishonadi va o'z ustidan ishlashi. Avtomatik ravishda men Instagram o'g'lim ko'rib o'tiradi, Telegram kanalim qizim o'qib o'tiradi, ishlayotganimni ko'radi, harakatimni ko'radi, o'g'lim o'ziga hayotiga qo'ygan maqsadlari hamma yo'g'i umuman uni ko'radigan YouTube'dagi kontenti, podkastlari umuman o'zgacha. Men o'g'lim. U chunki Instagramda oyisini nima qilayotganini ko'ryapti. Bolalaringiz anaqa mama это cringe bunaqa qilmang deyishmaydimi? Yo'q, hech qachon. Manikilar yomon qilishdi. Yo'q, manikilar. Yo'l qo'yishmaydi nimadir qo'yishimga. Yo'q, manikilar umuman. Har taraflama. Men o'g'lim juda ham faxrlanadi katta o'g'lim mendan. Instagram kurs qilyapsizmi, qancha sotdingiz, nima bo'ldi, endi nima qilasiz, qayerga rivojlanyapsiz, va buni ko'rdingizmi deb har bitta qilayotgan ishimdan faxrlanib, wow deb o'tiradi. Men o'zim yoshligimda adamdan va oyimdan shunaqa faxrlanganman. Oyim uyda chaqqonligi, qilgan ovqatlari, uyimiz tozaligi, wow, men oyimchalik bo'la olmaymanmi degan o'yda yashaganman. Men adamchalik bo'la olmaymanmi? Agarda siz farzandlaringizga etalon bo'lib bersangiz, ularning o'z plankasi juda ham baland bo'ladi. Значит, Alima Aybekova farzandlari uchun etalon bo'lish uchun harakat qiladi. Va ishonadilar. Ishonaman, 100% ishonaman. Mana shu gapingizga men ham qo'shilaman. Mana shu gapingizga juda ham qo'shilaman. O'zi aslida mana hozir juda ko'p menimcha hamma из всех утюгов deydi-ku, hamma joyda gapirilgan, уже urib tepib tashalgan tema. Erkak kishi ayoldan energiya oladi, boyib ketish uchun ayolingga там подход qil, nimadir qil и так далее. Но я считаю, что пока bolalar kichkinaligida o'sha ayolidan oladigan energiyani, особенно o'g'il bolalar, onasidan olishadi. Va bunga bitta primer keltiraman, butun dunyo taniydigan, biladigan insonlar. Elon Musk va uning oyasi. Elon Musk uchala farzandi ham baland cho'qqilarga erishgan va o'zi ham haqiqatda ham o'zini ustida ishlagan, tinmagan ayol. Va xuddi sizga o'xshab farzandlariga juda ham ishonchi baland bo'lgan, kuchli bo'lgan. Hozirgi kunda endi bu ham, конечно, unaqa primer emas-u, lekin Elon Muskni основной, я считаю, что основной energiyasini Elon Musk onasidan oladi. Chunki endi turmushi ham, по-моему, ajrashgan shekilli Elon Musk. Shunchalik darajada ko'tarilishiga menimcha o'sha onasi bergan shunga ishonch va kuchli energiyani. Ayollardan payg'ambarlar chiqmagan. Payg'ambarlar faqat erkaklardan chiqqan. Men uchun erkak kishi ayollardan ancha aqlliroq va erkak kishi ayollarning hammasini intuitsiyasi kuchli deb bilinadi, lekin erkak kishi haqiqiy mehr muhabbatni his qiladi. Qachonki u yerda faqat puli uchun, faqat muomalasi uchun yaxshi ko'rmagan, haqiqatda beminnat, безусловно любовьni erkak kishi his qiladi. Agar o'shani ayol kishi erkak kishiga bera olsa, erkak kishi uni his qilgandan keyin balkim oyisidan, balkim turmush o'rtog'idan, qizidan, любой joydan u narsani his qilgan erkak kishi rivojlanadi va o'sha mehrga talpinaveradi, menimcha. Bu umuman o'zgacha. Ba'zilar o'ylaydi, chiroyli kiyinsam erimga yoqaman deydi. Ba'zilar o'ylaydiki, hozir ovqat pishirib bersam yoqaman deydi. Yo'q, sen prosto insonga mehr berishing kerak. U mehr ishonch deb bilinadi. Kimki uni turmush o'rtog'idan olmasa, onasidan oladi. To'g'ri. To'g'ri, shu gapingizga juda ham qo'shilaman. Alima, men siz bilan yana shaxsiy brend haqida gaplashmoqchi edim, chunki o'zim hozirgi kunda shaxsiy brend sohasida o'zimni ekspert deb e'lon qilganman va haqiqatda ham shunaqa. Va siz ham bilaman, shaxsiy brendingiz ustida juda ham kuchli ishlaysiz, juda ham katta ish olib boryapsiz. Forumlarga boryapsiz, chet ellarga qatnayapsiz, o'qiyapsiz, o'rganyapsiz va haqiqatda ham yarki shaxsiy brendni
premyera bo'lib kelyapsiz. Shu shaxsiy brendingizni nimadan boshlagansiz rivojlantirishni va qanaqa qilib shu darajaga yetgansiz? Shaxsiy brendni rivojlantirish uchun birinchi o'zingiz qabul qilishingiz kerak. Andijonliligimni qabul qilganman. Instagramda andijoncha yozaman. Mani qoshim, ajrashganim, 3 ta farzandliligim, ba'zida bir depressiyaga tushishligim, harakat qilishligim. Qoshingiz bir chum. A? Qoshingiz. Men kulib aytaman, mani bilimim uchun emas, qora qoshim uchun sotib olishadi kurslarimni deb. Ya'niki inson zoti o'zini Odamlar orzu qiladi bunaqa qoshlarni. inson zoti o'zini qabul qilgan kuni figurasini, qoshini, katta burnimni, hamma yo'g'ini o'zini 100% qabul qilgandan keyin ommaga o'zini namoyish qilishdan qo'rqmaydi. To'g'ri. O'zini voy semirib ketganman deb, voy ukolatkam yo'q deb, voy burnim katta deb o'tiradigan bo'lsangiz, hech qachon shaxsiy brendingiz rivojlanmaydi. Shaxsiy brend o'zini 100% qabul qilish, hatto 100% hech kim qabul qilolmaydi, 60-70% qabul qilishdan boshlanadi shaxsiy brend. Shaxsiy brend o'zingiz o'tmishingizni qabul qilishdan boshlanadi. Shaxsiy brend siz ideal emasligingiz tan olgan kuningizdan boshlanadi. Shunda ommaga o'zingiz taqdim qilishdan qo'rqmaysiz. Shaxsiy brend u kostyum-shim kiyib fotosessiya qilish emas, shaxsiy brend bu qadriyatlaringiz. Maqsadlaringiz. Misol uchun men yozganman, mana qadriyatlarim nima deb va maqsadlarim. Yozganman 2013-yil, 2023-yil geylik olmoqchiman. Mani Instagramimda obunachilarim geylik olmoqchi bo'lganim, bulgari brasletini olmoqchi bo'lganlarim hamma biladi. Shaxsiy brend u sizning qadriyatlaringiz, maqsadlaringiz va o'zingiz 100% qabul qilishingiz va ommaga uni targ'ib qilishdan qo'rqmasligingiz. Shaxsiy brend kim yaxshi quradi? Konkurensiyadan qo'rqmagan odam, o'zini hech kim bilan solishtirmagan inson. Sen bittasan, yagonasan, eksklyuzivsan, davay chiqavergin. Agarda hammani solishtirib, u mana bunaqa qilibdi deb, men endi ko'chirmayman dedi qizlar. Men hamma qilgan trendni ham qilveraman. Prosta bu dunyoda sizni Alloh bitta yagona qilib yaratganini his qilgan kuningiz, o'zingizni tarakanlaringiz bilan qabul qilgan kuningiz, odamlarga sharmanda bo'lishdan uyalmagan kuningiz va o'zingizni qadriyatlaringizni ko'rsatib bera olgan kuningiz sizda shaxsiy brend paydo bo'ladi. Shaxsiy brend ham hech qachon bir kunda qurilmaydi. Kamida 1 yil ketadi, 1,5 yil ketadi. Uni asta-sekinliklar bilan shakllantirasiz. To'g'ri. Mana hozir bizani yoshlar ko'p ko'radi. Qadriyatlaringizni qabul qilganingizdan keyin, o'zi o'sha qanaqa qadriyatlaringiz bor? Buni qanaqa ko'plab topgansiz ichingizdan? Qanaqa tushungansiz? Qadriyatlar yillar davomida shakllantiradi. Endi meni eng birinchi qadriyatim nima? Nima uchun meni o'quvchilarim natijaga chiqadi? Nima uchun meni shaxsiy brendim rivojlangan? Men har bitta inson talantliga ishonaman. Birinchi meni qadriyatim Ali Maybekovni tanilishimga hamma men uchun aqlli. Men hammani teng ko'raman. Uy bekasidan ham talant ko'raman. Bir umr ishlagan insondan ham talant ko'raman. Birovni qo'lida bir umr davlat ishida ishlagan insondan ham talant ko'raman. Nima uchun ularni? Chunki Alloh yaratgan, Alloh har bitta insonni benuqson qilib yaratadi. Shuning uchun har bitta menda o'qiyotgan insonga juda ham katta ishonch bilan talantli qaraganligim uchun ular tez natijaga erishadi. Meni birinchi o'rinda qadriyatim har bir inson talantli, har bir inson aqlli va har bir inson maqsadiga erisha oladi. Mana ko'proq maqsad degan so'z bilan anaqa qilishadi. Shuning uchun shu birinchi o'rindagi qadriyatim shu. Ikkinchi o'rindagi qadriyatim odam istasa Alloh hamma sharoitni yaratib beradi. Nima uchun? Chunki men o'zim 9-sinfgacha 3 bahoga o'qiganman Andijonda. Men 3 bahoga o'qiganman. Yo'q, a'lochi bo'lmaganman. Men birinchi marta qo'limga kitobni 17 yoshlarda olganman. Men birinchi marta sportga ikkinchi qizim tug'ib borganman. Ya'ni meni oyog'im ko'p og'riganligi uchun Andijondagi maktabda men sportdan освобождение qilib berishadi. Plaskostopiyam borligi uchun. Yo'q, uchun emas, Alima. O'sha paytlarda unaqa sport, fitness klublar ham bo'lmagan, unaqa juda ham razvit bo'lmagan. Yo'q, meni adam 97-yildan beri sport bilan shug'ullanadi, kattatangiz bilan. Biz oilamizda 96-yildan beri sport bor. Серьезно qarashadi. Просто menda plaskostopiya bo'lganligi uchun, menga просто kechasi bilan oyog'im og'rib chiqqanligi uchun plaskostopiyani menga просто освобождение qilib berishgan. Men o'ylaganmanki, men shunaqa insonman, men sport bilan shug'ullanolmayman. Men 3 bahoga o'qiyman, a'lochi bo'lib tug'ilishing kerak. Hech qachon sen maqsadingga erisha olmaysan deb juda depressivniy farzand bo'lganman. Sport bilan ham shug'ullanolmayman. Maktabda menda STVG bor. Maktabda 9-sinfgacha o'qituvchi gapiradi, meni xayolim вообще boshqa joyda. Sindrom STVG. Da, menda STVG o'tiraman, matematikani ham tushunmayman, fizikani ham tushunmayman, ximiyani ham tushunmayman-da, no menda yagona narsa onam uy mehnatiga solgan.
har kuni pelesos, har kuni ko'cha eshik tozala, har kuni ovqat, 5 ta farzandni kiyimini dazmol qil. Men uyda Zo'r Giroy bo'lgan edim. ekansiz-da. Men uyda giroy edim. Men uyda sistem hajayka edim. Hmm. Kimni kiyimi qayerda turibdi, ujinga nima ovqat qilinadi, pitssani xamiri nima tayyorlanadi, pechёnный, песочный testo qanaqa hammasini 6-7 sinfgacha yodlab olgan edim. Mani buvim aytardi, rahmatli buvim, kelinlarimdan ham chaqqonsan derdi. Men uyda haqiqiy lider, haqiqiy giroy, oyimni o'ng qo'li. Maktabga borsam yana o'tiraman, hech nima tushunmayman. Yagona oyimga rahmat aytmoqchiman, mehnatga o'rgatgani. Bilim bo'lmasa ham mehnat bo'lsa, men kechasi 3-4 gacha ovqat pechёnный pishirib chiqishim mumkin edi. Bitta vanna xonani 3-4 xil parashok bilan tozalab chiqishim mumkin edi. Tam komid, sif 3 xilidan tozalab chiqishim mumkin edi. Adamni kiyimini dazmol qilish, uylarni tozalash, men polosni shotkalab o'tirardim. Katta polos bo'lsa, shotka tozalab o'tirardim. 2 kun bo'lsa 2 kun, 3 kun bo'lsa 3 kun. 13 yoshimda uyda polni generalist qilgan o'zimman. Tug'ilgan kunim uchun katta hovlini o'zim general qilib, pardasidan tortib, gilamini yuvishdan tortib hamma ishni qilganman. 9-10 sinfgacha menda faqat qo'llarim ham katta-katta, chunki ko'p xamir olganman. Xamir ko'p qilganman. Chunki 5 ta farzandmiz, oilaning eng katta kelini, mehmon ko'p qilib, buvim ko'p keladi, hamma qarindoshlar, to'ylar. Men 9-sinfgacha faqat uyda ishini qilganman. Men bunga oyimga aytaman, siz mana soat 2 gacha idish o'tirgansiz desam, 5 ta farzandlarimdan faqat senda magistratura bor bilasanmi dedi. Magistratura diplomi faqat senda bor, 5 ta farzand katta qildim dedi. Menimcha bolani, farzandni birinchi o'rin mehnatga o'rgatish kerak. Shunda maqsadiga erisha oladi. Shunda tirishqoq, harakatchan bo'ladi. Harakatchan bo'ladi. Super, klassno. Men bu tarafingizni bilmagan ekanman. Alima so'zini o'zidan, ismni o'zidan, olima shuncha bilimi ko'p, o'qishi. Siz aytibsiz, 3 ga o'qiganman deb, yaxshi o'qi. Men 9-sinfdan keyin o'qish boshlaganman. Молодец. Zato boshlabsiz. Da. Всё вовремя deydi. Hozirgi kunda mana личный brendingiz, shaxsiy brendingiz rivojlangan. Chet elga ham qatnayapsiz. O'zbekistondan tashqari chet elda sizni tanishyaptimi odamlar? Ha, Instagramingizni rivojlantirsangiz, siz xayolingizga ham kelmagan insonlar ko'rar ekan. Siz o'ylagandan ancha kuchli odamlar ko'rar ekan. Ya'ni Dubayda, Amerikada, butun dunyoda o'zimni kollegalarim, именно infobiznesdagilar tomosha qilayotganiga hayron qoldim. Va ularning bo'lgan e'tiboriga, hurmatiga o'zim kutmagan edim. Shuning uchun endi Alima Bekning angliskiy sahifasini ochib, hozirgi kurslarimni ingliz tilida butun dunyoga sotmoqchiman. Qilmoqchiman. Nafaqat sotish, butun dunyodagi sharoiti og'ir ayollar, o'ziga ishonchi past ayollarda ingliz tilida bilim tarqatib, Alima Bekni xalqaro butun dunyo tanigan ekspert bo'ladi, inshaalloh. Inshaalloh. Niyatingizga yeting. Qarang, har bitta biznes egasi o'zining shaxsiy brendini qilishi shartmikan? Nima deb o'ylaysiz? Agarda shaxsiy brend qilgisi yo'q bo'lsa, introvert bo'lsa shart emas. Просто marketingda oltin qoidasi bor. Qancha ko'p inson siz bu dunyoda borligingizni bilsa, nima yordam bera olishingizni bilsa, qo'lingizdan nima ish kelishini bilsa, qancha ko'p odam bu dunyoda. Shuncha sotuvingiz ko'p bo'ladi. Biznesning yuragi bu sotuv. Agar sotuv kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak. Endi ba'zi hamma ham kameraga qizlar deb gapirib chiqa olmaydi. No, minimal хотя бы gazetalarda o'z maqolasini chop etib, jurnallarda chiqib, uni delegirovать qilib, lekin bu dunyoda shunaqa shaxs borligini bildirish kerak. Meni fikrimcha, har bitta inson tarixda qolishga harakat qilish kerak. Kitobi bilanmi, qo'shig'i bilanmi, loyihalari bilanmi, bu inson bu dunyoda bo'lgan va shu ishlarni qilgan degan narsa bo'lishi kerak har bitta insonda. Kruto. Lekin masalan sizga o'xshab qizlar deb chiqa olmaydigan odamlar, может быть, shu yoshida ham SDVgasi bor odamlar qanaqa qilib shaxsiy brendini qurish kerak, nima qilish kerak? Lekin shaxsiy brend bo'lish kerakligi men absolyutно qo'shilaman sizga, gapingizga. Ну вот как? Instagramda SMM komanda yollansa bo'ladi. Online anaqa SMIlarda o'z haqida maqola, kompaniyasi haqida maqola tarqatsa bo'ladi. Yoki boshqa blogerlarni reklama qildirsa bo'ladi. Ya'ni shaxsiy brendni rivojlantirishning har xil yo'llari bor. Agarda har kuni storiesga chiqishga kelmasa,
uni qimmatroq yo'llarini sotib olish kerak bo'ladi. Ya'ni jurnallardan, intervyulardan yokida o'zini SMM komandasi uni o'rniga ma'lumot tarqatib yuradigan PR. Oldindan bo'lgan bu narsa, masalan, politiklar qiladi, Trump, masalan, ko'pchilik blogersda endi keldi. Blogersda shaxsiy brendni rivojlantirishni eng arzon usuli. Siz maqolalar sotib olmaysiz, o'zingiz haqingizda professional videolar tarqatmaysiz-da. Instagramda kontent qilsangiz, obunachilar kelaveradi. Bu eng arzon yo'l shaxsiy brend. Shaxsiy brend hozir emas, bir umr bo'lgan. Birinchi o'rinda politiklar uni qo'llab-quvvatlagan, nima qilingan, u yerda pul tikilgan reklama aksiyalariga. U katta pul bo'lgan. Katta pul bo'lgan. Televideniyega Da, chiqish, da, jurnal, da. radiolarga chiqish juda katta pul Juda turgan. katta pul bo'lganda. To'g'ri. Endi men marketolog bo'lganligim uchun qayerda e'tibor bo'lsa, o'sha yerda sotuv. E'tiborni olish uchun har bitta bloger ham, har bitta bizneslar ham harakat qilishyapti. Odamni e'tiborda qolishlik uchun. Hozirgi shunaqa info sohada Instagramlarda shunaqa ko'p kontent, hozir kontent по-моему oshib toshib ketyapti-da. Insonlar ham qanaqadir kimga qarashni ham bilmay qolyapti-da, o'sha ajratolmay ham qolishyapti. Shunaqa paytda qanaqa qilib odam выделяться qilish kerak, qanaqa qilib o'zi chiqib olish kerak deb bilasiz? O'tgan yili men o'zim nima qildim? E'tibor qozonish uchun o'yinga ham tushib berdim. Turbanimni ham yechdim, mashina ham podarka qildim, hamma yoq qildim. No bu yil charchyapman. Bu yil faqat odamlarga naf keltiradigan kontent tayyorlamoqchiman. E'tibor emas, odamlarga foyda keladigan kontent. Mana bu yilgi maqsadim shu. 40 mingta odam ko'rsin, lekin foyda olsin. Men hozirgi maqsadim o'tgan yil faqat e'tibor uchun va 1 million obunachi qiladigan maqsadim uchun rosa quvdim. Lekin hozir qadriyatlarim o'zgardi. Nima? Har bitta ko'rgan insonga mani reelsim muammosini yechib bersin. Yoki biznesida, yoki psixologik, yoki shaxsiy hayotida, yoki energiya motivatsiya olsin. Oldinlari maqtanib ham chiqdim, hamma yo'q qildim e'tiborni qozonish uchun. Lekin hozir odamlarga qanaqa naf tegmoqchi, nima bilan yordam bermoqchisiz? Qalbingizdagi niyatingiz nima? Kimlarga nima yo'nalishda yordam bermoqchisiz? Shaxsiy brendni qurish u uzoq ish. Men masalan 2012-yilda ko'rgan Gary V marketologni videolarini Amerikada ko'rgan insonni bu yil ko'rdim. 10 yilda ko'rdim u insonni Живой Dubayda. 10 yil mobaynida o'sha inson mendagi ayollarga, mendagi insonlarga kontent tayyorladi. Hozirgacha ham tayyorlaydi. Shaxsiy brend bu 6 oylik, 2 oylik ish emas. Shaxsiy brend bu bir umrlik o'zingning tarixingni qoldiryapsan. Sen haqingda odamlar nima deyishini xohlaysan. Bugun videoing uchmaydi, ertaga videoing uchmaydi, indingimi, lekin meni ustozlarim bu Gary V bo'lsa, Robin Sharma bo'lsa, ularning kitobini 10 yil avval o'qigan bo'lsam, 10 yildan beri shu bitta ishni qilib kelishyapti. Mendagi insonlar million odamlarga yordam berishyapti. Shaxsiy brend bu bir kunda qurilmaydi. 10 yil bo'lsa ham har kuni reelslar chiqarish kerak. Ikkinchi o'rinda kimga nima yordam bermoqchisiz? Insonlarga qanaqa qilib yordam bera olasiz? Bu yerda har doim katta niyat inson zotiga xizmat qilish, inson zotiga bir nimasida yordam berish bo'lishi kerak. Niyat. Slujeniya, xizmat bo'lish. Xizmat. Faqat slujeniya. To'g'ri. Gapingizga 100% qo'shilaman. Siz mana hozir insonlarga slujeniya qilib, xizmatda bo'lib, shuncha kurslar ochgansiz. Menimcha marketing 0 dan eng такой главный kursingiz. Birinchi Ali Mabekni tanitgan kursimda. Tanitgan kursingiz. Bu kursingizda 10 mingtadan oshiq odamlar o'tgan. Va bu kursingizni davom ettirasizmi? Yana xuddi shunaqa bo'ladimi yoki уже bo'ldi, hamma oladigan olib bo'ldi, bu yog'iga boshqa narsa qilishim kerak degan fikrlar paydo bo'lmaganmi sizda? Marketing bo'yicha kurslarim davom etaveradi. No, inson zotiga albatta shaxsiy rivojlanish ham kerak. Shuning uchun nafaqat marketing va biznes, shaxsiy rivojlanishga doir kurslar, kontentlar, videolar. Hozir 1 oydan beri YouTube'ga bepul darslar joylayapman. Faqat shaxsiy rivojlanish bo'yicha. Odamlarga yordam tegim keldi, beminnat o'zim Ali Mabekovdan bo'lib tanilishimda yordam bergan har bitta bilimimni bepul YouTube'ga joylab kelyapman. Ali Mabekovni deb qidirishsa u yerda bor darslar. O'zim bilasizmi, inson zoti men ekspert bo'laman,
man ustoz bo'laman, man dars o'taman desangiz, xudoyim sizni har xil holatlarga tushirib qo'yar ekanda. Depressiyaga tushasiz, chiqasiz, ajrashasiz, chiqasiz. Ana payg'ambarlarga har xil sinovlar bergan, keyin chiqib u yoqqa bormanglar degani, ustoz ekspertlarga ham shunaqa bo'ladi. Va u yoqqa bormanglar, yo'q, ajrashmanglar, ajrashgan nima bunaqa ekan. To'xtanglar, ajrashib ketasizlar bo'lmasam. Bu yo'nalishda pul yo'q ekan, to'xtanglar deymanda, har xil biznes ham qilib ko'rganman. Ya'ni inson zoti qanaqa o'zimga insayt olsam, insonlar bilan bo'lishaman. Birorta natijaga chiqsam, qanaqa natijaga chiqqanimni ommaga yetkazaman. Marketing meni niyatim, mani turmush o'rtog'im yangi yildan avval pulsiz tashlab ketganda, qayerdan pul topishni bilmasdan biznes rivoj loyihamda kitob sotganman. O'shaning uchun meni niyatim har bitta ayolni birorta pulsiz qolganda pul topishga harakat qilishga undovchi, motivator bo'lish birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda ularga pul topishni o'rgatadigan coach, mentor bo'lish. Ertaga turmush o'rtog'i ham o'lib qolishi mumkin. Ota-onasi ham ularga boylab bermagan. Shu meni niyatim har bitta ayol o'zini puli bo'lishi. Har bitta ayol boshqa odamga bog'lanib qolmasligi. Albatta har bitta ayol turmushda baxtli bo'lishi kerak. Ertaga nima bo'lishini bilmaysiz. Shuning uchun abyuzivniy отношенияларdan chiqib ketishga, o'ziga ruhiy holatini hamisha yaxshilab yurishga, hatto psixologiga, kosmetologiga pul bo'lishini xohlayman har bitta ayolda. Oliy maqsadim har bitta ayol pulli, baxtli, o'ziga ishongan bo'lishiga ozgina yordam berish. Go'zal. Da. Juda zo'r. Значит, sizni Alimaxon zamonaviy o'zbek ayoli forumimizni keyingi vyupuskida, keyingi forumida kutib qolamiz. Speaker bo'lib, xudo xolasa ayollarga shunaqa motivatsiyalar berasiz. Zamonaviy ayol haqiqatda siz aytganingizdek, qo'lidan nimadir kelishi kerak va qaysi holatda bo'lsa ham o'zini pulini o'zi topa oladigan holatda bo'lishi kerak. Shuni yo'lini qo'llay olishni bilish kerak menimcha. Alimaxon, juda katta rahmat sizga. Sizga rahmat. Foydali suhbatingiz uchun. Juda chiroyli, foydali suhbat bo'ldi siz bilan. Ne только menimcha auditoriya ham o'zi uchun yangi Alimani bu podkastni ko'rgandan keyin ochadi. Va nima desam ekan, ancha shu ko'ngil ichigacha yetib boradigan shunaqangi bir тонкий, чувствительный, нежный Alima ekansiz, to'g'risini aytsam. Va bu obrazlar baribir hamma o'zini prizmasi orqali воспринимать qiladi har bitta odamni. И menimcha Alimaga sal bunday e'tiborliroq qarash kerak ekan. Sal glubже qarashimiz kerak. O'sha shunaqa obrazni ichida kichkinagina nozikkina bir Alima qiz bor ekan. Olima qiz. Podkastimga kelganingiz uchun katta rahmat. Xudo xolasa insaytlarni yozib qoldirishsa, kommentariydan yutuq egasini topamiz va siz va'da bergan yutuqni bo'lishamiz. Kurs va kitob. Auditoriyamizga tilaklaringiz bo'lsa, Alima, aytib o'tsangiz. Har bitta inson rivojlanish uchun yangi maqsad qo'ygandan keyin unga yetish uchun qiynaladi. Ruhiy, moddiy, asabozorlik hamma joyda bo'ladi. Men ozgina qiynalganimda ingliz tilini yodlash uchun uxlamagansan-ku Alima. Amerikada MBA ni qo'lga kiritish uchun 3 soat uxlab depressiyada yurgansan. Alima Bekovna bo'lib kurs o'tayotganda ham depressiya bo'lgansan. Oson yo'lni o'zi yo'q. Oson yo'lni o'zi yo'q. Har bitta o'sish transformatsiya og'riqli kechadi. Faqat menda og'riq, faqat men bechora degan tuyg'u bo'lmasin va bu holat o'tib ketadi maqsadingizga yetgan kuningiz. Lekin ikkinchi marrani qo'yganingizda yana og'riq bo'ladi, yana qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchiliklar hammada bor. Uni yengil o'tib keting. O'tganingizdan keyin juda katta marraga ega bo'lasiz, juda katta narsaga erishasiz. Men shu gaplarni bugun eshitishim kerak edi. Rahmat sizga katta. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat. Taklif uchun rahmat.